bir katakdagi xo'roz nimadir sabab bo'lib so'yilib ketibdi. Katakda qolgan ikki tovuqdan biri kundoshiga hasrat qilibdi. "Voy, o'rtoqjon, endi nima qilamiz? Xo'jayinsiz qanday yashaymiz?" desa, ikkinchi tovuq, "Ey, qo'shiniga chiqamiz, o'rgilik. U yerdagi xo'roz hali yosh, baquvvat. Bir mazza qilamiz", debdi. Qo'shniga chiqa solishi bilan xo'roz bu ikki tovuqni quvlab ketibdi. Tovuqlar hovlida gir-gir aylanib qochar ekan, birinchi tovuq ikkinchisiga debdi: "Voy, nega qochyapmiz? Axir chiqishimizdan maqsad shu emasmidi?" desa, ikkinchi tovuq: "Voy, menga qarang, o'rgilay. Yana bir kurik aylanaylik. Tag'in bu xo'roz, bu ikkita tovuq rosa yengil tak deb o'ylamasin."